5 bob Xan sulolasi va g'arbiy yurt. 1. G'arbiy yurt. Jungoning qadimki chog'dagi tarixchilari o'z asarlarida g'arbiy yurt degan atalg'uni ishlatgan. G'arbiy yurt degan bu hukm boshda Tangri tog'larining, ya'ni Tianshanning janubi, Qaraqurum tog'larining shimoli, Pamir tog'larining sharqidagi Tarim vodisini bildirgan bo'lsa, Jangchen g'arbiy yurtga ikkinchi qatim kelib ketgandan keyin O'rta Osiyo, G'arbiy Osiyodan tortib Yevropagacha bo'lgan bepoyon territoriyasini bildiradigan bo'lgan. Jungoda Xan sulolasi qurilishdan burun va u qurilgan dastlabki mezgilda Xanzular biladigan territoriyaning doirasi nihoyatda cheklik edi. Shu chaqlarda Xanzular g'arbda Tibet egizligidan tortib, sharqda Seriq dengiz bo'ylargacha, shimolda o'zlariga qo'shni bo'lgan Mongoliya, ya'ni tashqi Mongoliyadagi cho'llar, qumliqlar, dalalar, yayloqlarni janubda Changjang daryosining janubidagi yop-yeshil buk-baraqsan o'rmonliqlarni bilatdi. Shu chaqlarda Xanzular o'zlarining davlatini, ya'ni dunyoning markazi deb tanib, uningga Jungo, ya'ni o'ttir yer deb at qo'ygan bo'lsa kerak. G'arbiy yurt deb atalgan joylarning ichidagi Tarim vodisi, Jungar o'ymonligi va uning g'arbida 36 davlat bor edi. Bu davlatlarning ba'zilarining aholisi 600 mingdan, ya'ni Uysunlarning tartib bir necha tumangacha edi. Ularning ichida Uysun, Charqiliq, Lolan, Aqsu qatorliq davlatlar chorvachilik iqtisodini asos qilgan bo'lsa, Qora shahar, Kucha, Qashqar, Yarkent, Xotan qatorliq davlatlar yezi egiligini asos qilib, qo'l hunarvanchilik, savdo chorvachilik bilan shug'ullanadi. Ular shaharlari ko'p, xeyli taraqqiy qilgan madaniyatlik davlatlar edi. Bularning ichida boy, Yarkent qatorliq davlatlarning aholisi metal eritib, ya'ni asosan to'mir, o'qya, nayza, qilich, xanjar, dobulg'a, saut, ya'ni zanjir chapan qatorliq harbiy qurollarni yasaydi. Bunda qurollar onlar uchun nihoyatda zarur edi. Uning ustiga O'rta Osiyo, ya'ni bulubmo Tarim vodisi ularning ehtiyoji uchun lozim bo'ladigan ochliqning xeyli ko'p qismini ta'minlab turadi. O'rta Osiyo G'arbiy Osiyodagi Farg'ona, Qonli, Alan, ya'ni Kaspiy dengizining g'arbiy shimolida qatorliq davlatlar bir qator cho'ng davlatlar bo'lib, ular chorvachilik, qisman dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Ularning ichida Farg'ona davlatining aholisi 300 ming bo'lib, o'qya va nayzi bilan qurollangan 60 ming kishilik qo'shini bor edi. Bo'libmi, dunyoga danqib ketgan samoviy otlar Farg'onadan chiqadi. Jangchenning ma'lumotiga asoslanganda, ya'ni Farg'onada cho'ng-kichik 70 ga yaqin shahar bor ekan. Jangchen tarafidan asiltib o'tilgan 70 ga yaqin cho'ng-kichik shaharlar hisobiga biz qo'rg'onlar to'pidan iborat bo'lgan va tom bilan o'ralgan cho'ng yezlarni ham kirgizishga haqliqmiz. Bundaq yezilar arxeologiyalik qazishlar natijasida Xorazmda, Ayoz qal'asida tepilgan yezlar turiga kirdi. Qonli davlatining aholisi 600 mingdan ortiq bo'lib, 120 ming kishilik qo'shinga ega edi. Mana shu davlatlarning hammasi 10 tangri qutqiga qaraydi. 2. Sharq bilan g'arb o'rtasidagi qatnash yo'li. Qadimki chog'da g'arb bilan sharq orasidagi qatnash Chang'andan boshlanadi. G'arbga qarab manganda Xoshi koridor orqali Dunxonga boradi. U joydan yana g'arbga qarab manganda yo'l ikki ochig'i bo'linib ketadi. Bu ochi yo'lning biri Pichan, ya'ni Lopnor ko'lining janubidan va Xotan, Yarkent qatorliq joylardan o'tib, Pamir tog'laridan halqib, ulug' yovchilar Iran qatorliq davlatlarga elib boradi. Yana biri bo'lsa Turpan, Kucha, Qashqar qatorliq davlatlardan o'tib, Pamir tog'laridan halqib, Farg'ona, ya'ni hozirgi Sovet ittifoqidagi O'zbekiston ittifoqdosh jumhuriyatida, Qonli,
ya'ni hozirgi Qozog'istondagi Balqash ko'li bilan Aral ko'lining oraliqida, Alan, ya'ni Kaspiy dengizining g'arbiy shimolida qatorliq davlatlarga ilib boratdi. Alanlar davlatidan chiqib, janubga qarab manganda Eron orqali g'arbga minib, ondan Roma imperiyasiga borg'ili bo'ladi. Bu yo'l tarixda Janubiy yo'l deb atalgan. Uningdan boshqa Qumuldan g'arbga boradigan bir yo'l bo'lib, u cho'chakdagi terakdi, ya'ni Jungar darvozasi orqali Yettiso'ga, ya'ni hozirgi Qozog'istonga ilib boradi. Bu yo'l tarixda Shimoliy yo'l deb ataladi. Mayli Janubiy yo'l bo'lsin yoki Shimoliy yo'l bo'lsin, hammasida to'lachaqlarda sharqdan g'arbga, g'arbdan sharqqa boradigan savdo karvonlari, elchilar, sayyohlarning oyog'i uzilmay mingishib turadi. Mana shu xalqaro yo'lning eng asosiy tuguni Tarim vodisi bo'lib, u qadimki chaqda Osiyo bilan Yevropani bir-biriga tutashtirib turadigan oltin ko'vrik edi. Mana shu oltin ko'vrik Osiyo bilan Yevropa o'rtasida iqtisod, madaniyatning o'zaro almashib, bir-biriga ta'sir qilib, Sharq bilan G'arb madaniyatining gullab yashnashida nihoyatda muhim rol o'ynagan. Onlar mana shu xalqaro qatnash yo'llarining xo'jayini edi. Ular mushu yo'l bo'ylariga nurg'unlagan langar, saroylarni bino qilib, yo'lovchilarni saroylarda qo'ndirib, yo'l bo'yi ularni qo'g'dab, tog'-davon, daryo iqinlaridan o'tkazib qo'yishga kapolatlik qiladi. Onlar shu ishlari uchunmi nurg'un foydaga, ya'ni bog' va xizmat huquqiga ega bo'ladi. Lekin ba'zi chaqlarda Janubiy yo'l yoki Shimol yo'ldan bo'lsin tajovuzchilik maqsadi bilan safarbar qilingan tumanligan 100 minglagan qo'shinlarmi oddiy puxra qiyofatiga kirib olgan josuslarmi sharqdan g'arbga, g'arbdan sharqqa o'tib turadi. Bundaq chaqda bu yo'l urush yo'li yoki tajovuzchilik yo'liga aylanib qoladi. Yipak yo'li nomi bilan atalgan ana shu qadimki yo'l haqida yaqinqi yillardan beri ba'zi kishilar maqola yozib, o'z qarashlarini bayon qildi. Biroq bu yerda Yipak yo'li haqida to'xtalmaymiz. 3. Jangchenning g'arbiy yurtga tunji qitim kelishi. Xanvuda onlarga qarshi harbiy tadbirlarni qo'llangandan tashqari, yana bir yurish siyosiy va diplomatiya tadbirlarini qo'llandi. U bu tadbirlar orqali 10 tangri qutligi tarafiga kirgan g'arbdagi davlatlarni onlardan ajratib, ularni Xan sulolasi bilan diplomatik munosabat o'rnatishga, hatto ularni Xan sulolasi bilan harbiy ittifoq tuzib, onlarga birlikda qarshi turishga undamoqchi bo'ldi. Agar Xanvuda shu maqsadiga yetadigan bo'lsa, u chaqda onlar g'arb tarafdagi o'ziga qarishliq nurg'un davlatlardan xalqaro qatnash yo'liga bo'lgan xo'jayinlik roldan, g'arbdan keladigan, ya'ni asosan Tarim vodisi, ochliq manbasidan ayrilib qoladi. Xanvuda dal mushu maqsad bilan milodidan 138 yil burun Jangchenni g'arbiy yurtga mangdirdi. Xanvuda asirga tushgan Tangyuxu otliq Hundan ajoyib bir voqeani anglagan edi. Uning bergan ma'lumotiga asoslanganda, burun Kangsuda yashaydigan ulug' yovchilar onlar bilan chiqisholmay g'arbga ko'chib ketgan. Ular bilan onlar orasida qattiq adovat bor ekan. Xanvuda ana shu vaqtcha ulug' yovchilarning milodidan 175 yil burun Kangsudan g'arbga ko'chib ketganligini bilmaydi ekan. Xanvuda Tangyuxudan ulug' yovchilar haqida ma'lumot olgandan keyinla ulug' yovchilar bilan ittifoqlashib, onlarga birlikda qarshi turish niyatiga kelgan. Milodidan 138 yil burun Xanvudaning topshirig'ini olgan Jangchen Tangyuxu qatorliq 100 dan ortiq kishini agashtirib, nurg'unlagan so'g'i salomlarni elib, elchilik to'g'ini egiz ko'tarib, g'arbiy yurtga qarab yo'lga chiqqan. U boshlagan Xan sulolasi elchiligi Xeshi koridoriga kelganda onlar tarafidan tutilib, tuman baliq, ya'ni onlarning poytaxtiga ilib kelingan. Jangchen onlar qo'lida 10 yil nazarband ichida turgan. U milodidan 128 yil burun
o'z hamrohlaridan saq qolganlarini elib, ya'ni bir qismi o'lgan va qochgan. Onlar poytaxtidan qochgan va g'arbga qarab yo'l elib, Pamir tog'laridan o'tib, Farg'ona orqali Qonli davlatga kelgan. U bir necha kun turgandan keyin u yerdan chiqib ulug' yovchilarning oldiga kelgan. Aslida onlar bilan chiqisholmagan ulug' yovchilar milodidan 175 yil burun Kangsu'dagi Xeshi koridoridan g'arbga qarab ko'chib, dastlab Kuchog'a kelgan. Ondan Ili vodisiga o'tib, Uysunlarni g'arbga qo'g'lab, Ili vodisi, Issiqko'l bo'ylariga o'zi joylashib olgan. Onlarning yordamini olgan Uysunlar milodidan 150 yil burun ulug' yovchilarni Ili vodisidan qo'g'lab chiqarib, yana shu joylarga o'zlari makonlashgan. Ili vodisidan ketishga majbur bo'lgan ulug' yovchilar Issiqko'l tarafga siljib, Qashqarga kelgan. Ular bu yerdimi turmasdan Tuxariston, ya'ni Shimoliy Afg'oniston tarafga o'tib, poytaxtini Amu daryosining bosh tarafida barpo qilib, tarixda Tuxariston nomi bilan mashhur bo'lgan davlatni qurgan. Jangchen ulug' yovchilarning oldiga borganda, Tuxariston davlati qurilganiga 22 yil bo'lgan edi. Ulug' yovchilar Jangchenni yaxshi qarshi olgan bo'lsa-mu, o'zlarining asli yurti bo'lgan Kangsuga ko'chib bormaydiganligini, onlar bilan qayta dushmanlashmaydiganligini bildirib, Xan sulolasi elchisi tarafidan qo'yilgan takliflarni rad qilgan. Jangchen ulug' yovchilar elida 1 yildek turib, ittifoq tuzish maqsadiga yetolmay o'z davlatiga qaytgan. U qaytishida yana Hunlar tarafidan tutilib 1 yil, ya'ni ba'zi ma'lumotlarda Qashqarda nazarbandda turgan. Jangchen milodidan 126 yil burun Hunlar qo'lidan qochib Chang'anga qaytib kelgan. U boshda agashtirib mangan 100 dan ortiq kishidan faqat Tangyuxula amon qolgan. Jangchen Xanvudo tarafidan topshirilgan asosiy vazifasini o'rinlay olmagan bo'lsa-mu, o'zining ko'rgan anglaganlari bo'yicha podshoh Xanvudoga Jiroqdagi g'arbiy allarining tabiiy sharoiti, iqtisodiy, mahsulotlari, shahar yezlari, aholisi, harbiy qo'shinlari, urf-odatlari haqida ajoyib ma'lumotlarni bergan. Uning bergan ma'lumotini anglab hayron bo'lgan Xanvudo g'arb allariga qayta texmi kuchli qiziqish qo'zg'algan. Xanvudo Jangchenning irodasiga tan berib, uningga Umidvor beg degan unvonni bergan. 4. Jangchenning g'arbiy yurtga 2 qatim kelishi. Jangchen qaytib kelgan chog'ida Xanvudo Hunlarga qarshi urush harakatlarini orqa-orqadan boshlash uchun jiddiy tayyorlik qilyotdi. Jangchen milodidan 119 yil burun Hunlar bilan Xan sulolasi orasida bo'lgan nihoyat dahshatlik, qonliq urushga qatnashgan. U sharqiy yo'linishning bosh song'ini Xuchubingning qo'l ostida edi. Jangchen harbiy yurishda belgilangan joyga bir tuman qo'shinni boshlab, o'z vaqtida yetib kelolmaganligi uchun podshoh Xanvudo uni o'limga buyurgan. Lekin u pul to'lab o'limdan qutulgan bo'lsa-mu, oddiy puhroga aylangan. Jangchen shu holga tushib qolgan bo'lsa-mu, Xanvudo uni g'arbiy yurtga 2 qatim avatish qaroriga kelgan. Xanvudo milodidan 115 yil burun Jangchen boshchiligida 300 kishidan tarkib topgan cho'ng bir elchilar o'mikini uyushtirdi. Elchilar o'miki har bir kishiga 2 dan at berildi. Ular bir tuman qo'y, kala, qimmati 100 million sarlik kimxob, tovar durdun, qatorliq esil narsalarni elib yo'lga chiqdi. Xanvudoning Jangchenni 2 qatim g'arbiy yurtga avatishdiki asosiy maqsadi mundaq edi. Jangchen orqali Uysunlarga nurg'un sovg'a salomlarni hadiya qilib, ularni Xeshi koridoridagi asli yurtiga qaytib kelishga undash. Xan malakalarini Uysun xonliqlariga yotliq qilish. Shu orqali qudilishish qatorliq usullar bilan Uysunlarni Hunlar ittifoqidan chiqishga da'vat qilish. Uysunlar bilan ittifoqlashib, Hunlarga birlikda qarshi turib, Hunlarning o'ng qo'li, ya'ni harbiy strategiya bo'yicha aytganda Uysunlar Hunlarning o'ng qo'li bo'lib hisoblanadi. Kesib tashlash edi.
Хан Вудоның тапшырығыны алған Жаңчен хан әлчілігіні башлап, Ойсун ханлығыға келген. Ойсунлар Хан Вудо тарапыдан әвәтілген қымметлік соғыс аламларыны қобыл қылып алған болсымы, хан әлчілерге xuddi 10 таңыр құтлықыдек мәғрур қияпетті muamele qilib, elchilarni ancha yaxshi qarshi olmagan. Bu ahvoldan ranjigan Жаңчен agar xan elchilariga o'z loyiqida hurmat bildirmasa, so'g'u salomlarining qaytarib ketildiganligini aytgan. Uni anglagan Oysun xoni o'rnidan turib hurmat bildirgan. Uningga agishib Oysun baglarimo hurmat bildirishgan. Жаңчен Oysun xoni bilan rasmiy suhbat boshlashdan burun o'zining yordamchilarini bosh qilib, bir qanchilgan elchilar umikini uyushtirib, ularni g'arbiy rayondagi Farg'ona, Qonli, Ulug' Yovchi, Bakteriya, Parfiya, ya'ni Iron, Alam qatorliq nurg'un davlatlarga, hatto Tarim vodisidagi davlatlarga yo'lga solgan. Oysun xoni ularga tilmoch, ya'ni tarjimon qo'shib bergan. Жаңчен tarafidan g'arbiy rayonga avatilgan elchilar asosan shu davlatlarning ahvolini umumyuzlik tekshirib, ko'rish vazifasini ustiga olgan. Жаңчен o'z hamrohlaridan ko'pchiligini elchi nomi bilan g'arbiy rayondagi davlatlarga yo'lga solgandan keyin Oysun xoni bilan suhbat elib borgan. Oysun xoni Xan sulolasining ahvolini yaxshi bilmaganligi, onlardan qo'rqqanligi uchun Жаңчен tarafidan qo'yilgan takliflarga qo'shilmagan. Bu qitim Жаңчен üstüge yüklengen vazifasini o'rindolmagan bo'lsa-mu, g'arbiy rayondagi davlatlarga avatgan hamrohlari to'plab kelgan nihoyatda muhim, qimmatlik ma'lumotlarga ega bo'lib, milodidan 114 yil burun Oysunlardan o'z davlatiga qaytgan. Simachen tarixiy xotirlar g'arbiy yurt haqida qissa, Bangu Xan yilnomasi g'arbiy yurt haqida qissa bobilarini yozganda Жаңченning Xan Vudoga bergan ma'lumotidan foydalangan. 6-bob Farg'onaga yurish. 1. Yurishning muqaddimasi. Xan Vudo milodidan burunqi 110dan 133-yillarda onlarga va Jungoning janubidagi millatlarga qarshi ko'p qitim urush elib bordi. Mana shu urushlar natijasida u odam kuchi, moliya kuchi va moddiy boyliqlarni xo'rtib, noiti cho'ng ziyonlarni keltirdi. Shu urushlarda Xanzu va boshqa xalqlardan bo'lib 1 milliondan ortiq odam o'ldi. Milodidan 114 yil burun 10 Tangriquti elchisi olamdan o'tdi. O'rniga uning o'g'li Uviy Tangriqut bo'ldi. Uviy Tangriqutlik qilgan mezgilda, ya'ni 105dan 114-yillar, onlar bilan Xan sulolasi o'ttirisida ko'lami ancha cho'ng bo'lmagan urushlar bo'ldi. Xan Vudo Жаңченning Farg'ona xonligidagi ajoyib uchqur, tarilsa qon tomchib turadigan samoviy otlar haqida bergan ma'lumotiga nihoyat qiziqqan. Shunga u Farg'onadagi samoviy, ya'ni tangri otlarga ega bo'lish qaroriga keldi. Qadimki chog'dagi urushlarda otliq qo'shinlarning intayin muhim rol o'ynaydiganligini hisobga olganda, Xan Vudoning Farg'ona otlarga ega bo'lish xiyoliga kelishimi tasoddifiy emas edi. Podsho o'z maqsadini amalga oshirish uchun eng avval Lo'lan begligi, Oldi qo'sh begligi, Leri, ya'ni Turpan o'ymonligida qatorliq ikki beglikni o'ziga qaratmoqchi bo'ldi. Chunki shu ikki beglik g'arbiy yurtga boradigan xalqlar yo'lining muhim o'tkilidagi joylarga hukmronlik qiladi. Uning ustiga ular hunlarga nihoyat sodiq edi. Xan Vudoning farmoniga binoan milodidan 108 yil burun Javpunu otliq Sangun boshchiligidagi Xan qo'shinlari Yumin qurilidan, ya'ni Qoshtishi qo'uqidan chiqib, g'arbga qarab yurib, Lo'lan begligi, ya'ni Lopnor kunining g'arbiy janub taraflarida ga hujum qildi. Lo'lan xonni asirga elib, bu beglikni bo'ysundirdi. Orqadilla oldi qo'sh begligiga hujum qilib, bu beglikni bo'ysundirdi. Milodidan 105 yil burun Uviy Tangriqut olamdan o'tdi.
O'rniga uning 9 yoshlik o'g'li O'yshilar Tangriqut bo'ldi. Tarixda uni Bola Tangriqut deb ataydi. O'yshilar Tangriqutlik qilgan mezgili milodidan burunqi 102dan 105-yillar. Onlar bilan Xan sulolasining munosabati texmo yomonlashgan. Shu chaqda Xan sulolasi Farg'onaga 2 qatim yurish qilgandan tashqari, milodidan 103 yil burun Chopuni boshchiligida 20 ming kishilik otliq qo'shinni onlarga qarshi mangdirgan. O'yshilar Tangriqutining sol bilikxoni 80 ming on otliqlarini boshlab kelib, Chopuni bilan urushgan. Urushda onlar Xan qo'shinlarini tamoman qirib tashlagan. Chopuni tirik tutib olgan. Chopuni milodidan 93 yil burun, ya'ni asr tushib 10 yildan keyin onlardan qochib kelib, sehrgarlik, perxonlik bilan shug'ullanganligi uchun Xanvuda tarafidan jazoga tortilib, butun oila jamoati bilan qo'shib o'ldirilgan. Ikkinchi, Farg'onaga birinchi qatimliq yurish. Xanvuda milodidan 108 yil burun Lolan oldi qushbagliklarni bo'ysundirgandan keyin Farg'onaga yurish qilishga yo'l ochildi deb to'nigan. Xanvuda milodidan 105 yil burun Uvi Tangriqut olamdan o'tganda bir tarafdan Hunlar poytaxtiga ta'ziya elchilari avatib motam tutgan bo'lsa, yana bir tarafdan Farg'onaga yurish qilish uchun jiddiy tayyorlik qilishga boshlagan. Xanvuda avval o'ymichi ustozlarga buyurtib kuydirgan bir dona oltin at, mingjing oltin qatorliq narsalarni sovg'a qilib tayyorlab, Chiling boshchiligida Farg'onaga elchi mangdirgan. Xan sulolasi elchilari Farg'onaga yetib berib, Farg'ona xoni uygi bilan ko'rishgan. Chiling, oltin at, oltin qatorliq qimmat bog'liq sovg'alarni uyga oldiga qo'ygan va Xan sulolasi podshohining Farg'onadagi samoviy atlarni talab qiladiganligini aytgan. Uyga Farg'ona beglari bilan kengishib, samoviy atlarni bermaslik qaroriga kelib, Xan sulolasi podshohining talabini rad qilgan. Diplomatiya qoidasidan ancha xabar bo'lmagan Chiling oltin at va oltinlarni yig'ishtirib elib, Farg'ona xoniga til solgan. Umu qilcha yuz xotira qilmasdan Xan elchilarini qo'g'lab chiqarishga yorliq tushargan. Uyga buning bilanla cheklanib qolmasdan Farg'onaning sharqidagi O'zgant begiga uqtirish avatib, Xan elchilarini yo'lda to'sib o'ltirib etishni buyurgan. O'zgant begi buyruqni o'rindigan. Xan elchilaridan qochib qutulganlari Chang'anga kelib, ahvolni Xanvudaga ma'lum qilgan. Podshoh pal soldirib ko'rgan. O'rdadagi Qur'i andiz, ya'ni palchi, Qur'i noma ni qo'lga ilib varqirab beqibla, ya'ni samoviy otlar g'arb tarafdan keladi deb bishorat bergan. Palchi Xanvudaning ko'nglidagi muddaosini bilganligi uchun shundoqli deb qo'ygan. Xanvuda milodidan 104 yil burun Farg'onaga hujum qilib, samoviy otlarni qo'lga tushirish uchun Li Guangli boshchiligida 60 ming kishilik qo'shinni yo'lga solgan. Xan qo'shinlari Dunhuangdan chiqib Lopnor atrofiga kelgicha ochliq va ussizlikdan nurg'unlagan jangchi va otlar o'lib ketgan. Li Guangli O'zgant bagligiga yetib kelganda, cho'ng qo'shindan aran bir necha tuman kishilar omon qolgan. Urush qilishdan ancha savodi bo'lmagan Li Guangli tayyorlik qilmasdilla O'zgant bagligiga hujum qilganda, O'zgant bagligining qo'shinlari Xan qo'shinlarini tarmar qilgan. O'ngsizlikqa uchirgan Li Guangli Farg'onaga hujum qilishga jur'at qila olmay, ro'yi tushgan holda orqaga chekinib qaytib ketishdan boshqa yo'l topolmagan. 3. Umumiy safarbarlik. Li Guangli 2 yil vaqt sarf qilib Farg'onaga bora olmay, yarim yo'lda O'zgant bagligi tarafidan tarmar bo'lib, Dunhuangga qaytib kelgan. Shu chaqda uning qo'shinida bir necha ming kishilar qolgan. Li Guangli Dunhuangdan podshoh Xanvudaga yozgan maktubida mundaq degan: "Yo'lning noiti yiroqligi, ochliqning kamchiligidan urush qilishga zodi iloj topilmadi. Jangchilar urush qilishdan zodi qo'rqmaydi. Lekin och qo'rsoq turib, qandoqmi urush qilg'ili bo'lsin?
Uning ustiga qo'shinning soni ozayib ketganligi uchun Farg'onani elishga ko'z yetmadi. Hozircha chekinib turib, qo'shinlarni ko'paytgandan keyin Farg'onaga boshqadan hujum qilishni iltimos qilaman. Xan Vuda Li Guangli boshchiligidagi qo'shinlarni Farg'onaga mangdirgandan boshlab, har kuni degidek xush xabarning kelishini toqatsizlik bilan kutib turardi. U Li Guanglining mundaq holatda qaytib kelishini uxlab tushidimi o'ylamagan edi. Aslida harbiy qoida bo'yicha urushda undaq eg'ir mag'lub bo'lgan Song'unning kallasi ilinatdi. Harbiy qoida bo'yicha Li Guanglining kallasi ilinishi kerakmi yo'q degan masalada Xan Vuda noyda qiynaldi. Li Guangli Xan Vudaning amroq malikasi Li Furinning aksi edi. U Farg'onaga qilgan yurishida g'alaba qilgan bo'lsa, podshoh uningga belgilik unvonni berib, martabasini ko'tarmoqchi edi. Xan Vuda o'ylagan siri zardi go'sh bo'lib, o'zini qo'ydigan joy topolmadi. Oxiri Yumin qo'g'iga odam avatib, Li Guangliga muni yorliqni uqtirdi. Agar qo'shin qo'g'dan kirishga jur'at qildikan, kallasi ilindi. Dal shu chog'ning o'zida Jawponu boshchiligidagi 20 ming kishilik otliq qo'shin Hunlar tarafidan butunlay yo'qotilib, Jawponu Hunlarga asir tushib ketgan. Mana shu mag'lubiyat haqidagi shum xabar Chang'anga yetib kelganda, ordidagi bir qism vazirlar butun kuchini to'plab Hunlarga hujum qilishni, Farg'onaga yurish qilmaslikni tashabbus qiladi. Xan Vuda g'arbiy yurtdagi davlatlarning oldida Xan sulolasining hayvisini yo'qotmaslik, ularning xo'rikini o'stirib qo'ymaslik uchun Farg'onaga hujum qilishda ching turdi. U vazirlarni ogohlantirib, agar Farg'onaga hujum qilmaydigan bo'lsak, g'arbiy yurtdagi davlatlar Xan sulolasini ko'zga ilmaydi. U chaqda ular bilan texmo oppoq-chapoq bo'lib, biz bilan dushmanlashidi degan. Xan Vudaning so'zidan ta'sirlangan vazirlar qoyil bo'ladi. Xan Vuda Farg'onaga yurish qilishga qarshi turgan Dingwang otliq vazirning kallasini oladi. Xan Vuda Farg'onaga qiladigan ikkinchi qatamliq yurishning g'alabasiga kapolatlik qilish maqsadida davlat bo'yicha umumiy harbiy safarbarlik yurgizadi. U mamlakatdagi jinoyatchilar va quromiga yetgan yoshlardan qo'shib tashkil qiladi. Ayni vaqtda har qaysi joylardan bo'lib 310 ming kishidan tarkib topgan nihoyat zo'r qo'shin tayyorlandi. Bulardan 180 ming kishilik qo'shinni ajratib, ularni Juchuan, Jiangyi, ya'ni bu ikki joy hozirgi Gansu o'lkasida qatorliq viloyatlarning shimoliga o'rinlashtirib, ulardan hujum qilib, Farg'onaga keladigan yurishini mag'lubiyatga uchirtishdan saqlanmoqchi bo'ladi. Buningdan tashqari yana butun davlatdagi ot, to'ga, kala, xichir, eshaklarmo Farg'onaga qilinadigan yurishga safarbar qilindi. Xan sulolasining bu harbiy harakatidan xabar topgan Hunlar qo'shin avatib zarba bermoqchi bo'ladi. Hun qo'shinlari mudofaada turgan 180 ming kishilik Xan qo'shinlarga hujum qilish uchun yaqinlab keladi. Lekin ular uning son jihatdan ko'p ekanligini bilgandan keyin hujum qilishga jur'at qila olmaydi. Dunhuangda 1 yildan ortiq turgan Li Guangli podshoh tarafidan kallasi elinib ketishdan qo'rqib, kech-kunduz daki-dukida o'tadi. Uning Farg'onaga ikkinchi qatam yurish qilish to'g'risidagi yorliqini anglagandan keyinla ko'ngli amin topadi. 4. Farg'onaga ikkinchi qatam yurish. Milodidan 102 yil burun Li Guangli boshchiligidagi Xan sulolasi qo'shinlari Farg'onaga ikkinchi qatim yurish qilish uchun g'arbga qarab yo'lga chiqdi. Bu qatimqi yurishga 60 ming otliq, 70 ming kishilik piyoda qo'shin mangdi. Buningdan boshqa necha tuman odam, 30 ming ot, 100 ming kala, bir necha tuman to'ga, xichir, eshakdan tashkil topgan nihoyatda cho'ng transport qo'shini safarbar qilindi. Li Guangli Dunhuangdan yo'lga chiqib, qo'shinlarni ikki qismga bo'ldi. Ularga janubiy va shimoliy yo'lnishni bo'ylab ilgirlashga yorliq tushirdi. Shu ikki yo'lnish bo'yicha olg'a mangan qo'shinlar belgilangan chaqda Farg'onaning poytaxti Marhamat shahriga yetib berish lozim edi. Xan qo'shinlari bu qatim Farg'onaga borgacha
ancha ko'p qarshilik uchirmadi. Faqat bugurga kelganda qattiq qarshilik uchirgan Li Guangli ularni bir necha qitim taslim bo'lishga da'vat qilgan bo'lsa-mu, bugurdikilar unimidi. Li Guangli shaharni bir necha kun qorshab, qattiq hujum qilgandan keyin qirg'inchilik yurgizdi. Xan qo'shinlari milodidan 102 yil burun Farg'ona poytaxti Marhamatga yetib kelgan. Ular shaharni muhasirga ilib, 40 necha kun uzluksiz to'xtamay hujum qilibmi, shaharni ololmagan. Shundan keyin Li Guangli shaharga eqib kiradigan suv eqinlarini to'sib, boshqa tarafga oqqizib etgan. Ammo shaharning qahramon himoyachilari ichadigan suvni o'zlari qozgan quduqdan elib ichivergan. Undan boshqa Farg'onadagilar tayinlagan elchilar muhasirni bosib o'tib, g'arbdagi qo'shnisi Qonglilardan harbiy yordam elishga mangan. Farg'ona baglari kengishib, mundaq qarorga kelishgan. Xan uyga samoviy otlarni yo'shirib qo'yib, xan elchisini o'ldirgan. Biz xonni o'ldirib, samoviy otlarni chiqarib bersak, xan qo'shinlari muhasirni amaldan qoldirishi mumkin. Agar kelishamasak, yana urush qilsaqmi, ulgurimiz. Ehtimol Farg'ona xoni uyga samoviy otlardan bir qancha o'nnini chiqarib berib, sulh qilishga unamagan bo'lsa kerak. Farg'ona baglari shu qaror bo'yicha o'ygini o'ldirgan. Ular tarafidan tayinlangan elchilar Li Guangli bilan ko'rishib, mundaq deyishgan. Xan qo'shini hujumni to'xtatsa, biz samoviy otlarni chiqarib beramiz. O'zinglar tanlab olasizlar. Uning ustiga xan qo'shinlarini ochliq bilan ta'minlaymiz. Agar gapimizga kirmasanglar, samoviy otlarni o'ldirib tashlaymiz. Qonglidan bizga yordamga keladigan qo'shinlarmi yetib kelish oldida turadi. Ular yetib kelganda bizning qo'shinlarimiz ishki tarafdan, Qongli qo'shinlari tashqi tarafdan xan qo'shinlariga hujum qiladi. Qaysini tanlab olasizlar? Farg'onliklarning Qonglidan yordamga keladigan qo'shinlarmi yetib kelish oldida turadi, deb salgan tahdidi Li Guangliga xeli ta'sir ko'rsatgan bo'lsa kerak. U o'zining yaqinlari bilan kelishib, Farg'onliklar tarafidan qo'yilgan shartlarga ko'nadi. Shaharga hujum qilishni to'xtatadi. Li Guangli Farg'onliklarga o'zining esilligi bilan shuhrat qozongan samoviy otlaridan bir qancha o'nni, odatdagi otlardan 3000 ni barsila qaytib ketadiganligini bildirdi. Farg'onliklar bu talabni o'rindaydi. Qahramon farg'onliklar mustaqilligini saqlab qoladi. Li Guangli milodidan 101 yil burun bahor faslida Chang'anga qaytib keladi. Shu chaqda yurishga qatnashgan qo'shinlarni ko'zdan kechirganida Farg'onaga borgan 130 ming kishilik cho'ng qo'shindan aran 20 ming kishilar omon eson qaytib kelganligi aniqlangan. Cho'ng qo'shindan 110 ming odam urushda, ocharchilikda, ussizlikda o'lib ketgan. Yana Farg'ona yurishiga safarbar qilingan 180 mingdan ortiq transport uloqlaridan 10 necha minglar omon qolgan. Transport uloqlarini boshqarishga mas'ul bo'lgan bir qancha tuman odamning qanchaligining omon qolganligi noma'lum. Buningga Farg'ona yurishiga safarbar qilingan oshliq, moliya chiqimlarini qo'shganda, Xan sulolasi uchun bo'lgan ziyonning qanchalik ko'p, naqadar og'ir, dahshatli ekanligini tasavvur qilish mumkin. Shunisi nihoyatda aniqki, Farg'onaga qilingan 2 qatimliq yurishda oz deganda 20 mingdan ortiq odam halok bo'lgan. Xan sulolasi mana shundaq og'ir qurbonliklarni berish, haddi hisobsiz ziyonlarni tortish badaliga oralla Farg'onaning samoviy otlaridan bir qancha o'niga, odatdagi otlaridan 3000 ga ega bo'lgan.